Assalomu alaykum. Ijod olamining betakror lahzalari qalbimiz va tafakkurimiz qo'ridan yaraladi. Ijodni sevgan, adabiyotga butun mehrini bergan insonlarning ajoyib she'rlari, otashin tuyg'ulari haqidagi she'r zavqi loyihasining navbatdagi soni yana efirda. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimizda ajoyib kutilmagan mehmon, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, ajoyib shoir Mansur Jumayev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Avvalambor, o'sha ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat, vaqtingizni ayamasdan. Dastlab bizga o'z ijodingiz haqida gapirib bersangiz, ya'ni necha yoshingizdan boshlab she'r yozishni boshlagansiz? Va she'r yozishingizga kimdir yoki nimadir turtki bo'lganmi? Shular haqida o'rtoqlashsangiz. She'rning zavqi menda bolalikdan bo'lgan. Maktabda o'quvchilik davrlarimdan o'sha alfavitni o'rgangan paytlarimizdan qofiyalashtirib, bir-biriga moslab, qo'shiqlarni, she'rlarni yodlab yurgan paytlarimiz, qiziqqan paytlarimiz yozila boshlagan. Bolaligimda undagi berilgan yosh ijodkorlarning, o'sha paytdagi yosh ijodkorlarning she'rlarini, hikoyalarini o'qib orzu qilganman. O'ylagandim, niyat qilgan edim, qani shu yerlarda ham biz ham chiqamizmi deb. Keyin Xudoga shukr, o'sha niyatlar ushaldi. She'rlar yozila boshlandi. Endi u paytdagi mashqlarimni she'r deyishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. She'r degan shaklga to'g'ri keladigan, she'r degan mezonga javob bera oladigan mashqlar ham, yozuvlar, bitiklar ham yaratildi. Eslasam, o'sha O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida 7 yo 8 sinf chog'larim Gazetxon ilhomi rubrikasi ostida bitta to'rtligim chop etilgan edi o'sha. Hali ham eslab aytishim mumkin. Genetika darsi aylagay ta'kid, tulkining bolasi tulki bo'ladi, quyon arslonga qilsa gar taqlid, maymunlar oldida kulgi bo'ladi. Shunday to'rtliklar bor edi. Endi o'quvchi deb qo'yish noqulay bo'lgani uchun ism familiyam bilan shundoq chop etishgandi. O'sha e'tiborini ayamagan ustozlardan bugun minnatdorman, xursandman. O'shanda chop etilganda, demak men she'r yozsam bo'larkan, hali yozaversam bo'larkan degan o'zimga katta bir ishonchni bag'ishlagan ustoz ijodkorlar, halol mehnatsevar kishilarning hissasi ko'p deb bilaman. Bolalikda dadam o'rtoqlari bilan, sinfdoshlari bilan yoki mahalladoshlari bilan uyda o'tirganlarida, mehmon kelishganda ular meni chaqirishardi-da, o'shanda she'r yozmagan paytim shoir deyishardi-da, shoir she'r o'qib bersin deb. Keyin men yodlab olgan, eshitib yodlab olgan Umar Xayyomning, Dehlaviyning, Pahlavon Mahmudning to'rtliklarini, ruboiylarini bir nechtasini o'shanda yod bilar edim, yoddan aytardim. Shular turtki bo'lgan. Men birovning qo'shig'ini aytyapman, endi o'z qo'shig'imni aytishim kerak. Men birovning she'rini aytyapman, endi o'z she'rim bo'lishini istagan edim va o'z she'rim bo'lishi uchun harakat qildim. O'z qo'shig'imni o'zim kuylashimni istadim. Endi yuqorida aytib o'tdingiz-ku, birinchi yozgan she'rlarim baribir she'r deb bo'lmaydi u paytdagi deyapsiz, lekin baribir ijodkorni birinchi yozgan she'ri bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'liga qalam olgan she'ri bo'ladi. Garchi uni she'r deb bo'lmasa ham ayni hozir, lekin o'sha qanday she'r bo'lgan, nomi qanday bo'lgan, necha yoshingizda yozgansiz, shu haqida ham qisqacha. Kiril alifbosini o'rganganimizdan keyin men maktabga borar vaqtimizga to'g'ri kelib, lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tildi, joriy bo'ldi. Keyin uni ham o'rgata boshladi. Maktabgacha ikkalasini ham o'rgandim. O'sha jarayonda menga kutubxonaga a'zo bo'lishni maslahat berishdi. Maktab kutubxonasiga a'zo bo'ldim va o'zim ham yoza boshladim. Darsda o'tirib ham yoki bo'lmasa uyda ham, xullas dars qilishda ham juda tez darslarni tayyorlab qo'yardim, chunki bilardim-da, uzoq vaqt ketmasdi. Qush haqidagi she'rim bor edi.
Keyin o'sha qush haqidagi she'rni maktabimizning adabiyot muallimasi Lola opa Ibadullayevaga ko'rsatishni maslahat berishdi. Opani oldilariga bordim ustozimni. Borgandan keyin haligi o'qib ko'rdilarda, boshqa she'rlar ham bor endi. Bitta u emas, bir nechta bor. O'qib ko'rgandan keyin qo'limga Abdulla Oripovning o'sha paytda chiqqan Ko'k muqovalik saylanmasini tutqazdilar. Istalgan betini ochda, istagan she'ringni o'qi, duch kelgan she'ringni o'qi, birinchi duch kelgan she'ringni ovoz chiqarib o'qi dedilar. Ochdim, kitobdan menga duch kelgani shu bo'ldi. Qur, yarat deng, hayqir deng, jo'sh deng, shunday yashar odatda odam deb tugaydigan she'rlar bor edi. O'sha duch keldi, o'qidim. Keyin Lola opa aytdilarki, sen yozganing yaxshimi, bumi deb so'radilar. Aytdim, albatta bu. Ustoz Abdulla Oripovning she'rlari darhaqiqat juda go'zal edi. Albatta bu dedim. Keyin aytdiki, mana shunday, hech bo'lmasa shunday yozmaguncha yozib meni oldimga olib kelma she'r dedilar. Xo'p dedim. Mana shu talab har doim, lekin bundan oshirmasang hisobmas deganlar. Ya'ni bu hayotni stimulyatsiyasi, bu hayotni charxpalagini aylantiruvchi narsa o'sha fanda o'rganganimiz inkorni inkor qonuni. Ya'ni o'sha don o'zini inkor qilib bug'doyga aylanadi. To'g'rimi? Danak o'zini inkor qilib daraxtga aylanadi. Bo'lmasa qobig'ida qolib ketadi ichida. Inkor qilib yorib chiqmasa u, yerni yuziga quyoshga talpinmasa, daraxtga aylanmaydi. O'sha talabni qo'yganlaridan so'ng, shu talab har doim qulog'im ostida, shu qush mavzusidagi she'r edi. Keyin ilk bor chop etilgani Turkiston gazetasi bo'lardi unda. Turkiston gazetasida oxirlashib borayotgan kuz deb boshlanadigan she'rim bor edi. Ana o'sha juda chiroyli qilib sahifada berilganda, sahifani o'rtasida chiroyli qilib men hozir u kishini shu joyda ehtimol minnatdorchilik bildirishimni mavrididir. Ustoz Salim Ashurning o'sha paytdagi bosh muharrirlik davrida chiqqan. Chunki gazeta jurnallarni o'qigandan keyin kitoblar topish muammo paytlar, qiyin. Respublikamizni chekka bir viloyatini chekka bir joyda yashaydigan bo'laman. Shuning uchun kitob topish qiyin edi. Bugungidek kitobxonlikka berilayotgan e'tibor darajasidagi e'tibor kamroq edi bu kitob masalasida. Gazetani, jurnalni o'sha muqovalarini, chiqish ma'lumotlari, ana o'shalarigacha yodlab olardim-da o'qib. Hozir bilinib turibdiki, ko'plab kitoblar mutolaa qilgansiz, ya'ni kitobga muhabbatingiz baland. Men har bir ijodkorda shunaqa. Ko'proq kimni ijodini kuzatasiz? Ya'ni qaysi yozuvchilar, qaysi shoirlarning kitoblarini mutolaa qilasiz? Juda o'rinli savol. Hech bir gul, hech bir giyoh agar tomiri suvga yetgan tikan yantoq unmasa cho'lda, qaqragan dashtda, hech qanday imkon bo'lmagan joyda o'smaydi. Bu shoir uchun, yozuvchi uchun, ijodkor uchun, oydin shaxslar uchun, ziyolilar uchun qaysi kasbni, qaysi hunarni egallashdan qat'iy nazar insonni kamoloti uchun kitobsiz yo'l yo'q. Boshlanishda o'sha aytganimday kitob topishda nima deydi? Men o'zim istagan narsalarni topa olmasam ham, lekin Ulug'bek akademiyasi degan kichkina bir ilmiy risolani ham o'qib chiqqanman. Qo'limizga tushganini o'qiganmiz avvaliga. Ya'ni o'sha hayotingda eng zarur bo'ladigan 10 ta kitobni yo 100 ta kitobni aniq bilishing uchun minglab kitoblarni o'qib chiqishing kerak deyshadi-ku. Sodiq do'stlarning maslahati bilan kitoblarni nazarda tutyapman. Sodiq do'st deganda shularning maslahati bilan kitoblarni saralab, topib, tanlab o'qiydigan bo'ldik. Zamonaviy yozuvchi shoirlarni deyarli hammasini kuzatib borishga harakat qilaman. 20-asr o'zbek adabiyoti vakillarini o'qimaslikning iloji yo'q. Chunki juda katta bir davr,
va katta bir ko'tarilish bo'lgan, tan olishimiz kerak. Minglab, millionlab nusxalarda eng chekka hududlargacha kitoblar yetib borgan. Har bir dehqondan tortib cho'pongacha kitoblar bilan tanishgan. Shuning uchun o'sha davrni 20-asr o'zbek adabiyotini, nasrini, nazmini, she'riyatini, publitsistika va prozasini har birini o'qish lozim deb bilaman. Tushunarli. Sizni endi har bir ijodkor nimadandir ta'sirlanadi. Asosan sizni nima ta'sirlantiradi she'r yozishga? Kimdir sukunatda yozadi. Kimdir tabiatga chiqadi, kimdir hayotga qarab yozadi. Va yana bir savol o'sha o'rinda, sizni she'r yozishingiz uchun sokinlik bo'lishi shartmi yoki shart emasmi? Shuni ham aytib o'tsangiz. Ta'sirlantirish degani boshqa narsa. Ijodiy bir muhit, kayfiyatga kirib olish uchun ko'ngil nimalarni tusashi, qanday sharoitni tusashi u boshqa narsa. Nima deydi? Ishtiyoq bo'lsa, qalbda ishq bo'lsa, shu qilayotgan ishingizga, yozayotgan asaringizga, umuman hayot yo'lingizga sokinlik shart, lekin iloj bo'lmay qolsa, u joy kutib o'tirmaydi, joy tanlab o'tirmaydi. Shovqinmas degan narsani tanlab ilhom kelib qolsa, ilhom o'sha gupirib kelgan payti o'zi shoirni o'zi istamagan holda o'sha sharoitni o'zi topib oladi. Endi Mansur aka, suhbatimiz so'ngida shu ijodiy ishingizdan bir o'qib bersangiz teletomoshabinlarga zavq olsak. Qo'limga ushlasam maylimi? Bemalol. Darveshlar topindi qalbi shohiga, kemalar yukindi bandargohiga. Allohim, Allohim, eshityapsanmi? Qanday chidayapsan bandang ohiga? Rizqimi, tinchimi, erki bo'g'ilgan, tili tugilganning mushti tugilgan, ruhi but, ko'zi to'q, ko'ngli sog' odam tug'ilganmi o'zi? Qachon tug'ilgan? Nochor kulgularda navo ko'rmadim, uzlatimdan bo'lak davo ko'rmadim. Ko'rgiliklar ko'rdim, ko'rgan kunimni ko'rmagan kimsaga ravo ko'rmadim. Sezmadim jaholat chohiga egam, tushmaganimni ham, tushganimni ham. Do'stlarim qonini to'ktirma Xudo, Xudo yig'latmagin dushmanimni ham. Komil bir ko'ngilni yurdim sog'inib, garchi ko'rsatmading umid dog'ini. Tuzgan jahoningdan ko'nglim to'lmadi, Tangrim qaytadan chiz yaxshirog'ini. Rahmat kattakon. Aziz do'stlar, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, ajoyib shoir Mansur Jumayev bo'ldi. Biz esa sizga Telegram botga kelgan ajoyib ifodali she'rlarni taqdim etamiz. Marhamat. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga ul sho'xi badxo kelmadi. Orazidek oydin erkonda gar yetdi ehtiyot, ro'zgorimdek ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim yig'ladim devonavor, kimsa bormu kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni, kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi. Tolibi sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam, ma'shuqi o'tro kelmadi. Ey Navoiy, boda birla, xurram et ko'ngling uyun, ne uchun kim boda kelgan, uyga qayg'u kelmadi. O'z hurmatini bilmagan nodon o'zgasini hurmat qilarmi? O'zini suymagan janon o'zga uni dildan suyarmi? O'z qadrini xo'rlagan tentak o'zga uni qadrini bilarmi? O'z sevgisini sotgan oshiqni vafoli bir ma'shuq sevarmi? Do'stlar sirin aylasa oshkor, ul nokasning do'sti bo'larmi?
bor aybini aylasa pinhon, vijdon qiynab umri sonarmi? Har ne ishni qilsa beto'kis, usti butun qorni to'yarmi? Har kimsaga qilsa zarda, Alloh uni omon qo'yarmi? Har qadamda qilsa zino, Azroildan oladi saboq, har insonga tilasa balo, qiyomatda beradi so'roq. Unutsa Xudoni beshak, do'zax sari yo'llanar chipta, gunohlardan kursa bino, o'z domiga olarmi tuproq. Farzandiga bo'lmasa solih, o'qitmasa ilmu alifni va turtsaki ishla deb nolib, oxiratda joyin toparmi? Quruq kelib ketsa quruq, ekmasa birontan xoli, qonun ichar zulmatda zuluk. Ruh shodoni falak qucharmi? Padarining holini so'rmasa, volidasin bilmasa dardin, 2 kunda bir bor kelmasa, yo'qlamasa, qilmasa farzin, ayoliga bersa ozor, farzand deya kechmasa bozori, Alloh uni suyarmi? Bekor, so'ng manzilga oson ketarmi? Har illatni aytmadim valik, barchasiga yetarmi imkoni? Bahrom endi dilda nihol ek, savob ila sug'orgin har on. Yaxshi ishni qilmagin kanda, avlodlarga noming qolarmi? Alloh seni suyarkan shunda, gunohlaring so'zsiz olarmi? Men yomon odamman. Yaqinlashma. Yo'q. Mendan uzoqroq tur. Qattiq nazorat. Nechun sendan yiroq ketganim sayin yaqinlashib borar masofa. Ko'r rassom chizadi suratlarimni. Nega hech ko'zimni o'xshatolmas u? Aqlli telbaman. Alamga to'lsam yuzimni shu zahot bezaydi kulgu. Shabnamdek turaman nigohlaringda. Sen bilan sinagan taqdirim meni. She'rlar bu qalbimga sen sabab ato. Eng latif Tangrining sarmoyalari. Men seni o'zimda olib yuribman. Sokinlikka singib borar ruhimiz. Tog'larning kiftida duodek vojib. So'zlarga sig'magan tuyg'ularimiz. Men yomon odamman. Yaqinlashma. Yo'q. Uyingizni topib bormasin xatlar. Yomg'irlar chertmasin derazangizni, sizga yo'ldosh bo'lsin eng ulkan dardlar. Eng mitti dardlar ham o'rtasin sizlar. Sizni bo'm-bo'sh xona ishga kuzatsin, faqat stol suhbat qursin siz bilan. Tunlar ko'rpangizni zulmat tuzatsin, o't bilan yashamang. Yashang muz bilan. Omadli yo'llarning izini tashlang. Omadsiz yo'llarda yuring qoqilib. Meni sog'inguncha siz shunday yashang. Men shunday yashayapman. Sizni sog'inib. Shoirlar ko'ngil uchun she'r yozadi, bastakorlar qalbdan kuy bastalaydi, xonandalar dildan qo'shiq kuylaydi. Ijodkor shunchaki yozmaydi, mangulikka daxldor asarlar yaratadi. Aziz do'stlar, quyidagi Telegram botiga o'z ijodiy namunalaringizni yuboring. Unutmang, she'r zavq loyihasi aynan siz kutgan imkoniyat. Hayotingiz farovon, yo'llaringiz nurafshon bo'lsin. Ko'rishguncha.